Bugungi videoda men Minecraftning klon versiyalarini o'ynab ko'raman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda men videoni boshladim. Do'stlar, mana birinchi o'yinimizga kirib oldik. Bu o'yinning nomi Master Block Craft ekan. 1 hour later. Sen meni dardim, sen deb 100 yilga qaradim. Do'stlar, mana bu loyihani nihoyat kreativ deymiz. Play'ni bosamiz. O'yinimizga kiryapti. Hozir 5 minutda kirmasam kirish kerak hozir. 1 hour later. Do'stlar, bu o'yin kirguncha meni saytlarim og'arib ketdi. Hozir bu o'yinda narsalarni olib, undan net qo'shimizni nima qilib chiqamiz, xullas nimadir qilib chiqamiz. Hozir narsalarni tiklab ko'ray, inventar nimcha xunuk. Hozir narsalarni olib ko'raylikchi, slime nima deylar ekan, paqirni olaylikchi. Paqir niya 5 ni ko'rayapti, nima bed, yotoqni olamiz, yotoq chiroyli ekan. Daraxtni ham olishimiz. Hozir nima deyiladi, olamiz yana daraxtni olaylik, keyin pastga tushamiz. Daraxt, bu katta daraxt, menimcha ko'rinishda katta daraxt, 2 ta olamiz. 3 ta olamiz, yana nima deyiladi olib tashlaymiz. Yana nimalar bor? Voy, tasha, bu bug bo'lib qoldi, menimcha tashalmayapti. Tasharmen, boshqa narsa olmoqchiman. Nima? Qizilga tiqib qo'yaylik do'stlar. Nima inventarda qanday narsalar oluvdim inventarga? Nima qilsa bo'ladi? Bug bo'lib qoldi. Yerga tashlaylikchi, paqirni menimcha yerdan inventarga olamiz. Tashadi X tezamiz, pastga tushamiz. Ana, votgide masala, kallam ishlab ketdi. Do'stlar, hozir boshqa narsalarni ham tekshirib ko'raman. Endi nariyoqqa borib olib turib, yotoqni tekshirib ko'raman. Normalniy ekan bu narsa. Endi yotoqni olamiz, yotoq chiroyli ekan, daraxtmay qolibdi. Loy, pastga tashlaymiz yotoqni, X tezamiz, endi pastga tushib yotoqni olamiz. Menimcha g'alati do'stlar, bunday qilyapti. Hozir nima bu endi? Qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi yotoqni? Temir turibdi pastda, hozir yotoqni qanaqa qilib yo'qotadi? Endi men daraxt sinab ko'rmoqchiman. Daraxt olsa yo'qolib ketar balkim. Pastga tashlaymiz. Ana do'stlar, katta ekan daraxt. Nima olinmadi? Daraxtni ol. Qani daraxt? Yo'qolib qoldi daraxt. Yotoqnimcha asab tuzyapti. Men asabimni buzyapti yotoq. Men bu o'yinga 10 dan 9 beraman. Do'stlar, hozir keyingi o'yinimizga kiryapti. Bu o'yinning nomi Block Craft ekan. Do'stlar, bu loy nimadirlar tushuntiryapti. Next tezamiz, next. Voy, next deyapman. Next deyish kerak. Next tezamiz. Nima bu? Do'stlar, bu loy nimadirlar tushuntiryapti. Menga tushuntiryaptimi? Bu loy Minecraft o'zim yaratmaganman-ku, ha mayli. Bu loy nimadirlar ko'rsatyapti. Yog'ochni taxtaga aylantir deyapti, aylantirdi. Endi qo'y deyapti. Qo'ydi, sindiryapti, endi sindir deyapti. Endi uyga kir deyapti. Hozir uyga kiramiz. Endi bunaqa narsa qurishimiz kerak ekan. Endi pastga narsalar qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Bu tosh menimcha. Toshlarni qo'yib chiqamiz pastiga. Finish nol. Garnishni brat claim deymiz. Nima bu? Bizga kerak emas bunaqa narsalar. Do'stlar, nimalar ko'rsatyapti bu loy. Nima qilamiz endi? Tovuq chiroyli ekan. Hozir nima qilsak bo'ladi? Qudug'imiz oldiga borib kelaylikchi. Bir chelak paqir bor ekan xolos. Bir chelak suv deganim. Paqir deb aytib endi men qilib boramizmi? Moltog'a bitta urib olib, bitta go'sht yeb olay making. Qo'sh, kim yapilmay qo'yib qo'ydi. Do'stlar, mayli, sigirda bir qoshiq qondan kechamiz. Endi tradermi do'stlar, hozir nimadir qilib ko'ramiz, savdolashamiz. Oltinga narsa sotasiz ekan, brat. Netherite olib ko'ramiz. Bu Netherite olyapmiz, Netherite. Nimadirlar reklama qilyapti. Do'stlar, bu o'yinga men 10 dan 9 beraman. Do'stlar, oxirgi o'yin kirmadi. Menimcha bugunga yetadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan narko'zib kanal bo'ldi. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.